Ko'pchilik sayt xarid etgan vaqti original saytlarni lyuks kopiyalardan ajratib bilmaydilar. Hozir sizlarga 3 dona sababi bilan ajratish usulini tushuntirib o'taman. Eng katta farqlardan birisi bu remeshok hisoblanadi. Ko'rsingizlar bo'ladi. Bu saytimizning materiali 904 staldan ishlangan, eng premium kategoriyada ishlanishlar ham alohida deb bilan ishlangan. Bu saytimiz 3 lyuks kopiya hisoblanadi. Oddiy nержавейкаdan ishlangan. İşleniş jihatdan ham sodda hisoblanadi. Bunisi esa original shveytsarskiy tisot hisoblanadi. Ranglardan ham farqlasangiz bo'ladi. Ranglar ham diniq va juda chiroyli ishlangan. Mana ishlanish dizaynidan ham, ranglaridan ham farqlab olsangiz bo'ladi. Bu saytimiz 3 lyuks kopiya. Eng asosiy farqlardan biri bu mexanizm hisoblanadi. Bu shveytsarskiy mexanizm. İçində görsəngizdə bo'ladi. Serial nomerlari, yozuvlari qo'shni va aniq-diniq ko'rsatilgan. Bu original mexanizm. Buning esa oddiy yaponskiy mexanizm hisoblanadi. 3 lyuks kopiyaning mexanizmi. Oddiy va sodda ishlangan, hech qanday serial nomerlari, kodlari bo'lmaydi. Soat xarid etgan vaqtda shu 3 dona maslahatga обязательно e'tibor beringlar va iloji bo'lsa, moliyaviy sharoitlaringiz to'g'ri kelsa, original sayt olishni tavsiya qilaman.